Muqam altın, muqam gövher onun sizgilerim yansan. Assalamu aleykum. Ve aleyküm esselam. Muqam köşem onun billeni tülerimiz. Vay Leyliler Ha, kınalı göçününle. Muqam kelsen erkek bakmanın gücü. Tamam, dostum, çok seversin. Kuraklaydı. Bekle. Onga. Enes altın bu yaken fırvi tamam Vesip de itillıkni Uygur nakşesi yanrak Vay Uygur nakşesi yanrak Balam, Muqam Moğluq mıken? Moğluqken. Ben qaysi Muqamni aytdim? Bilmedim. Sizce? Muqam aytishni bildigansiz? Bilmeymen. Sizce? Bilmeymen. Ah, Xudo. Ko'nglim to'limi yerim bo'lyapti. Muqamchi birodar, ko'ngillarni hargiz yerim qilmasizlar. Bu yerdagi san'atkor Mahmud 10-chi bo'lib ketgandan beri sizidek Muqamni bundoq mo'ngluq aytadigan odamni ko'rmagan turq. Mahmud? Sizlar o Mahmud 10-chini taninglar. Tanıyman. U hozir nerede turdi? O yerda. Zarafshon bo'yida. Tag'a, rahmat sizlarga. Arzimaydi. Bolalarım. Ben. Rahmat tog'a. Qo'ninglar. Rahmat tog'a. Xo'sh amsa. Xo'sh amsa. Xayr, xo'sh. Yo'l bo'lsin. Yürünglar, biz uyimiz gidelim. Yürünglar. Şümengu! İmam Mehmetcan! İmam Mehmetcan! Yürünglar balam, elektrikten teşrif et, yürünglar. Güliren ağası sunbuy Lani sallağa ayaksi Güliren Mahmut akam öydi bağ mı? Ben Kadinaq dostu Ömer bulumen. Siz. Tağa, özleri dadamını izlep keldim ha? Ha. Kirsle. Rahmet sizlarga kızım. Kızım. Bayqı muqamni özleri aytdimi? Tağa, dadam öyde yo'qdi. Sizlar o'yladi o'tag'ach. Aramab do'stlar.
kəslər. Köpük kəslər. Amin. Allahu Ekber. Mahmud aka, meni tanılı mı? Oy, sili ordu sazendisi Hazreti Ömer Akun'u. Ha, ben. Obdan tullu mu? Allah burun ordudan haydan dok. Şundak mı? Çay içkeş oldu asla. Moş çöllükte bana hamra kılıp amanlı sakandaki bir perzent bəgin üçün Xudağa min şükür deymen. Çay içle. Ben şundan bu yan gazel okumaydıgan buldum. Lekin hünürümün hemmisini olmak kızımı ögettim. Kızlarım muqamni şundak moğluk eydidiken. Şundak. Xudanın iltifatı bilen kızım hazır benden işip gitti. Öpski onun rahmetlik annesi. Hay mağdutligimni. Kızımның köngli yerim boladigan gapni dep qo'yibdi men emasmi? Ömer Ahunovka özlerini bu yerga Allah yetkizdi. Mening sizga deydigan bir talabim batdi. Her qandaq talaplar bolsa, bana tartınmay davasla Mahmud aka. Amanı saqan, yelik narsini olib chiqqin. Ömer Ahunovka, muqamimiz uchun, qizimning kelgusi istiqboli uchun uni shogirdlikka qabul qilg'ayli. Muhaqqaqallar bo'lmadi. Bunchalik kayfiyatning nima ajibdi? Sizning qizlari mening qizim emasmi? Qani quloq solinglar, bolalarım. Sizlar she'r misralar orqali do'stinglarni madihlab beqinglar. Badamxon. Tam barangliq ho'ylida ichilibdi qizil gul. Ashu gulning ustida xandan urar shoh bulbul. Gül shoxida desak, texmi bobkanmandu. O'ltiring. Siz Ko'zi buloqdek, qish qiyoqdek,
Çaşları sumbul, hemmi bolğayki angamettun. Yaxshi. Rahmat, siz. O kim? O bizning faxrimiz. San'at va fazilat babida kamolatga yetgan Aman Saxondir. Teşekkür dostlarım. Meni maqtab uçurvatdinglar. Manga aql parasat bergan ustozimga. Meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga hashqallah. Ko'z açtım bu dunyoga. Tağdan nur tökülgende. Qumluqlar büş boldi. Yulduzlarmı hem kökte. Kalbimden quyosh balqib. Chaqnaydi seher peydi. Ah, can dada senin mehrin. Fontandek tökülgeçke. Badamxon, to'ylan bir yangi qayda ketishibmisin. Ma'qul. Yana bir sikat qoldi. Aman Saxon, qarab, av nimdo. Berib qarab baqayli. Maralken. Yaralanıptı. Assalomu alaykum qizlar. Bir maral qichib kelib qo'ydirg'larni orsiga kirib oldimi? Voy tangay. Biz bu yerda maral ko'rmadik. Qizchaq, yo'shirvog'iningiz bir o'maq qo'zchaq-ku deyman. Ko'rib baqsaq bo'lamdikin. Yo'q. Ko'rsatmayman. Ketaylik. Bu merhum hanımızın şirketleri.
Assalom Amanisa xon. Va alaykum assalom Badam xon. Nereden geldik yine? Kimlerdi o? Hoş, mehmonlar. Fikirlerini nereden sorayım ki? Assalomu alaykum taqa. Biz o'chdiq. Maralni qo'g'lab yurib yo'ldan ezib qoldik. Ezib qoldik? Yo'q, tag'a. Biz mo'ngluq bir g'azalning jalb qilishi bilan bu yerga kelib qoldik. Shundoq. Mondaq danglar. O g'azal o'qigan dal mening qizim bo'ladi. Ha, biz tanishib qolaylik. Mening etim Mahmud. Taqlar meni Mahmud o'tinchi deb chaqirishdi. Taqa, biz ustab ketdik. Uylari kirib usullik ichib olsak bo'lamdikin. Albatta bo'ladi. Sizlardek aziz mehmonlar g'aribxonamga qadam tashirib qilsa, beshim ko'kka yetadi. Qani, marhamat. Aziz mehmonlar, oilimizdan namratchilik chiqib bo'lsa-mu, aytga buyurmay, kang kushada o'ltirishinglar. Rahmat taqa, o'zlari mehmon do'st kellar. Mehmon do'st kellar. Ha, qani, o'ltirsizlar, o'ltirsizlar. Amin. Xudo tansa xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Sev turiblar taqa, o'ltirsizlar. Mehmon kelsa, uyning berkit bo'ladi degan gap bor. Amanisa xon, mehmon keldi. O'tirsizlar, o'tirsizlar. Dada. Ha. Bo'ldi. Jigit, choy iching. Ha? Sizlar mening sozlarimga qiziqib qoldinglar-ku deyman. Rahmat sizlarga. Taqa, bu sozlarni sizlar setib olganmi? Nima? Setib olganmi demsiz? Yo'q. Jigit, qarang, boshqa joydan mushundaq eslar olibni setib olgani bo'lamdi. Kechirsizlar taqa. Bilmay so'rab sapdimi? Bu haqiqatanmi esilroq ekan. Shundoq. Aziz mehmonlar, tatinmay, choy ichgach o'ltirsizlar. Rostini aytsam, men bu ravobni qizimga o'z qo'lim bilan yasab bergandim. Hurmatli taqa. Yuksak fazilatli qizlari mushundaq esil soz bilan mo'ngluq muqomdan bir apada o'g'irlab bergan bo'lsa bo'pti ekan. Mehmonning talabini
hergiz mi rad qilmaymiz. Qayni qizim, mehmonlarga bir apada sata cheptagin. Oh, ish nereden geldi bu? Ustazım Ömer, köngül tatmagan çağda qalbni izar qildigan bu sazlını qo'lga almang degan. Agar xon olilar talab qilsa-chi? Xon olilar bilan kelmaydi. Navada dadınız degan bo'lsa-chi? Merhum xonimiz nima deydigan g'azalkan ku. Haqiqatim adolatli, ulug' hamdor niyatlar. Nafisa tanışlarla, qilib bu kanjigasini. Nafis degan kimdi? Nafis. Dağa, merhum xon olilar nima deydigan Nafis kim bo'ladi ekan? Aha. Nafis, qizimning taxallusi. Qizim qandaqmi boshqalarning she'rini o'qisin. Nafis. Dağa, hurmatli Nafis xonim, hozirning o'zida bizga bir ko'plik she'r yozib beralarmi? Jigit, bu nima deganingiz? Bir o'tinchining qizi she'r yoza olamdi deb, uni ko'zga ilmayapsiz. Yo'q, dağa, xop bo'lmaslar. Aslida u undoq demoqchi emas. Shundoq. Dada. Ko'rib beqing Jigit. Hajab qildi bu bandi meni masxara. Tikan bo'lib sanjildi pak qalbimga.
Tağa, bizni kechirsizlar, ortiqcha gumonlanibdik. Gerek yok. Jigitlar, baya men sizlarning talabinglarni to'liq o'rladim. Endi sizlarning ikkinglardan biringlar bizga biror payda so'z sepamsanglar bo'lmaydi-ku deyman, ha? Beja keltiramiz. Ömrahon, onu terbiyelep yetiştirgenlerge rahmet. Amanlı Sahan'ın koluğa hatta periştimi sokuyup verenmedi. Yaqindan buyon xon oliylarining ko'ngli perişan. Xon oliylari bilan shikarga chiqqanda nalarga bordinglar? Nima ishlar bilan shug'ullandinglar? Hürmetli xonish, xon oliylari asosan o o'lidi, el için arlidi. Yanichi chiqib ketinglar. Qani ayting. Yana sahrodagi mashrablarga daxil bo'ldik. Yana Almisoqdan tortib bunda qoida yo'q. Agar ashu o'tinchining qizi o'rdiga kirsa, u chaqda yakan xalqning shon shavkatiga muxolif ish bo'ladi. Acaba avom xalqning qizlari o'rdiga kirsa, bo'lmamdikan? Qadirxon vazirining aytganlari rost. Meningcha xon oliylari Amonisaxonni husn jamolidan deb emas. Muhimi, o fazilat ham qobiliyatda kamolat ketganligi uchun
orduga etkirmekçi bolatıdı. Qandaqlı bolmasın? Şanu şevketlik yeken Haqani addi bir puhranın kızığı öylense xanlığımızның namıga yaxşı emas. Onun üstüge ölüm ala içidimu gulu peyda boludu. Xan alileri keldi. Oldu bes. Bu nikah işi qayta gulgulu kılınsın. Fermanım boyunca becerilsin. Endi boldu kızlar. Dadlarını ayap, onun kolunu yerim kılmışlar. Gepimni anlaslar. Mahmud aka, xan alileri amanı sakinimni ortada g'iripsinib qolmasin deb, o'zlarini ordaga birga kelsin debdi. Şuna biz bilan birga ordaga borgan bo'lsalar. Rahmet kızım. Ben sahraga könüp kaldım. Orduga könemeyim. Ah Xuda, bugün ben nem boldum. Bugün aslında hoşal oluşum gerek idi. Nemi için yaş dökümen? Ömür ağım, xan alilerine salımımni yetkizip koysular. Şagirtlerinin halinden obdan bir haber alalım. Bu mu xuddi öz kızlarına okşaş. Mubada orada zerikip qaqdek bolsa tarqilib ketgan muqamlarimizni yig'ib rətlişiga yordam qilaylik. Mahmud aka, xotirjam bo'lsin. Amin. Amin. Xuda kızımı öz panahında saklap onun bəxtini bəgəysən. Allahu Ekber. Şundaq bolsun kızım. Hürmetli Melikem. Emdi mağın.
Malik Amanlı sahinim orduga qadam tashrif qildi. 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 Amin. Yaratgan egen. Periştede kızımni öz pınahingda saklahaysan. Xan alileri, baxtdan barkat o'zlariga yor bo'lg'ay. Rahmat sizlarga, aytganlaridek bo'lsin. Mahmud akam xan alilerga rahmetini bildirib, orduga kelenmaydiganligi uchun o'zir xoliq aytdi. Bu gapni u bundan keyinmi orduga kelenmaydi ekanda. Malik Aman'ın sahinim kichigidin tatipla dadisidan ayrılıp bakmagan. Assalomu alaykum. Hörmetlik Janobi Vazir Azam. Özlerining bundoq sog'lom tug'anliklarini ko'rib, intayin xursand bo'ldim. Rahmat. Özlerining qaytadan orduga kirib, xon olilarining xizmatida bo'lganlarni muboraklayman. Mana amdi orduda san'at göhrimiz bo'lgan muqam kuylarini yana anglaydi ekanmizda. Deganlar kelsin, hurmatli Qidirxa ustoz. Shu maqsad uchun tirishman. Qaranglar. U ayni yili ordudan qo'g'langan hilqi sozandi. U nima deb yana kelgandi? O'ttonchi. Sozandi degan nimalar? Bugungi kunda orduning aziz mehmonlarga aylanib qelyapti-da. Qiziq ish.
Xudo, farishtadek qizimni o'z panohingda saqlag'aysan. Malikam, boyqi dostonni shundoq mo'ngluq aytdingiz. Dadingiz bilan yurtingizni seg'ingan o'xshamamsiz. O'rdaga kirganingizga bir qancha yil bo'lib qoldi. Yurtingizga berib tuqqanlaringizni yo'qlab kelsangiz bo'ladi. Yo'l yiroq. Onun ustiga alilardan ayrılgım yok. Mening mugo sizdan birdan ayrılgım yok. Siz muzika bilan muqamga to'liq herisman ekansiz. Men talabingizga qo'shilib, yakan xonlig'imizda muqamni yig'ib ratlashingizni qo'llayman. Rahmat alilarga. Halayık! Yerken Hakan'ı şunu cakalaydı ki bugünden başlap halkımız teveside mukam yığılıp reddinidu. Fukralarının arasında sorsilip mukam italaydıganlar sizden orduğa kirip maharetini görsetsin. Xanish alilar keldi. Merhamet. Çayga basla. Malikam, jafo chekyapsiz.
har kuni avam xalqlar bilan uchrashib turayotganingizni ko'rib, ham nasabingizni o'ylab, xotirjam bo'lolmay, sizdan ansirab turayotman. Ko'ngillarga rahmat. Ham yana butkul el yurtni qo'zg'ab, muqam haqida jar silinsa, Dana xan aliylarning sha'nu shavkatiga nuqson yetib qolishidan ansirab turayotman. Malika singlim, siz ichimizda hammadan aqlliq, eng ziyrak. Bizdek xonishlarning nimani qilib, nimani qilmasligimiz kerakligini obdan bilasiz. O'ltiring. Anglasam, muqam yiqili sahrolarga o'zingiz boqidaksiz. Saxan, xan alilari sizning o'rnidan chiqib, xalq orasiga birishtirib qo'shilib obdan qildi. Buning uchun xan alilariga ko'p rahmat aytsak bo'ladi. Uzundan buyanqa orzuyim shu edi. Biroq ustoz, bu menga rost emasdek tuyulyotdi. Yo'q qizim, bundoq o'ylamaslar. Buning hammasi rost ish. Hürmetli Kadir Tağa, biz sizning muqamlarni anlig'il kelgan to'q. Biror payda chaptagan bo'lsalar, ko'p xursand bo'lasiz. Xo'sh, mehmonlar, choy ichgach o'tirsizlar. Rahmat.
mehmonlar hergiz ko'ngillariga erishmislar. Bilishamliki, Qadraxonning yuragi dak to'shib ketgan emasmi? Bir ömür esret çekip buldum garibin atiyevan. Yadek igildi kametin, igildi kametin, yamanға yar buldu zaman. Yamanға yar buldu zaman, el aman dostlar aman. Aya dostlar, üstümü Ecrim gülmey zaman, ecrim gülmey zaman. Allah Allah aldira, aldira. Terzi kadar eymel kaçar. Terzi kadar eymel kaçar. Mukan emrabüge aman. Ama insaftan pis yapsam aynen. Malikem, jabba çektiniz. Rahmet Hanaliler. Sizlarga chin dilimdan rahmat aytaman. Xon oliylari. Agar sizlar qo'llamagan bo'lsalar, mening yaqinlik muqamlarimizni yig'ib ratlab chiqarishim mumkin emas edi. Afsuski, yana yermi qap qoldi. Muqam Uyg'ur muzikasining tugimas xazinasi. Shunchalik utuq bilan qaytqaningizning o'zi cho'ng bir ish. Yaqinda qo'shni ellarning sozandalari xonlig'imizga kelmoqchi bo'lib o'tibdi. Buyuk Ming xonadonligining elchisimi yakan xonlig'imizga kelib, davlatimizning gullab yashnayotganligini namoyon qilmoqchi bo'pti. Men o'rdada muqam bazmisi o'tkazib, mehmonlarni kutib olmoqchi bo'lyapman.
Hürmetlik han alileri, Melik Hanım, Büyük Mün Handallığının elçisi Möhterem Cubegim, Qo'shni ellerden kelgan sazende ustazlar, hem handallığımızın vazir azamları, tövende yıkımlık mukam köyleri silahını baxt içinde şadlıkka çömbüldürdü. Cahanda tapkınlar ımsan yağacaksın canıma lafını hani alıcın eyle kılıp bu can uçurup, köz taşlap, şırdak kigiz üstede. Marcan böki astıdım, ahtı terleri şu demde. Kıkrap hem tez oynar, yakınlık bu nəğmege. Belgi koysa kolunu oğak ayğa okşa.
Öyle degan nafis usuldi. Xan alileri, Malik xeyli. Pekirning ko'zini ichib qo'yganinglarga ko'p rahmat. Bilmadim. Bu maqom kimning ijodiyatiki? Maqom davlatimizning san'at boyligi. Hamma odam uning ijodkori. Dar haqiqat naqshi usul makanik. Men anlagan bu yaqinlik kuylarni ulug' xonimizga, xonadonligimizning puhralariga yetkazib. Otonchining qizi bilan Ömer degan yalan to'shning oldida meni bir chetga qayirib qo'yib, xorliqqa qoldirdi. Xonish turib, bundaq ahonatga chidab tura olaymanmi? Deganlari barhaq xonish oliylar. Ben sir toplan ko'tarayotgan mushu paytda hammamiz doita endişeli qilyapmiz. Amisi derhal Hoca Muhammed İşan'a aytdim. Xonadonligimizning obro'yini qayta to'kmaslik uchun o xon aliylarga vaqtida nasihat qilsin. Xonimiz hozir o'tinchining qiziga baptim bo'lib ketdi. Xonish silini davlatda olg'ib turayotgan paytda xonadonimizning obro'yini saqlab qilish haqida xonga nasihat qilib qo'ysin deydi. Hozir xonga nasihat qilganning hech bir foydasi yo'q. Yaxshisi biz muqamning el ishiga tarab ketishini to'sishimiz lozimdir. Agar heliqi Ömer degan sozanda bo'lmay, o'tinchining qizili bo'lsa-ti, ish o'ng'ay bo'ladi. Onu gunohidan xoli qilg'ini bo'lmasa, xo'sh, buni taqdiriy qismatdan ko'rmak lozimdir. Amanniso xon yaqindan beri tavlari yo'qdek qiladi. Hamisha g'amkin ko'rinadi. Ustozim, anglimikin ba'zilar muqamni retlash ish boshlangandan buyon xonimiz puhrolar orasiga masjidga oz boradigan bo'lib qoldi. Ro'za Ramazonda ro'za tutmaydiganlar ko'payib ketdi deyishyotdi. Qizim, bundoq fitna basatlarga quloq solmaslar. Muqamni yig'ib ratlash ishi intayin murakkab. Xon oliylari sizlarga ko'yinib kelyotdi. Shunga o'zlarining salomatliklarini asrasizlar. Dadam tenha qoldi. Al kuni qandaqkin. Bu ishlarni ko'p o'ylab ketmaslar. Mahmud akam xushchaqchaq odam. Hargizmi g'iribsinib qolmaydi. Tasalli berganlarga rahmat, ustoz.
Hoca Muhammed İşan Hazretleri geldi. İşan Hazretleri geldi. Amin. Amin. Allah tellerini aman, devletlerini ziyadı kılgay. Allahu Ekber. Rahmet. Oltirayli. Xan alileri, özlerine ma'lum qiladigan muhim ish botdi. Eysilar. Ulug' xan alileri, xabarlari bormikin? Xandonligimiz tavalligidik fuqarolarning dod faryodi kun sari kuchaymoqda. Faqir ixlosmand sodiq murd bo'lganligim uchun ularning dod faryodiga parvo qilmay turolmadim. Xan alileri. Bazı adamlar şeriat nizamlarını ayak astı kılavatıdı. Kimler? Hürmetli alileri. Sazende Ömer'nin mukammer etleş teşebbüsü inşallarımızın dini nizamına muhalif iş. Hürmetli xan alileri. Fakir şeriat nizamlarını qoğdaşkı məsul. Bu işte alilerden rence atkan yerimiz yok. Fakat Ömer'nin şeriat nizamlarına xilaf işlerdilla qattiq narazı bo'luvdimiz. Sizlarning Ömer ustozning o'ltirilganligidan xabaringlar bormi yo'q? Hürmetli xan alileri, Sazende Ömer'nin ölümüden bizmi qattiq qayg'uryapmiz. Merhumning yatqa yeri cennet bo'lg'ay. Yani deydigan başka gaplar bormi? Dana alileri, hozir fuqarolarning dod faryodi palak yetib pug'on chekishmoqda. Faqir Mansurning to'polon ko'tarishini mush ishga munosabatlikmikin deb qarayman. Ularning to'plag'ini o'zim tinjitaman. Sizlarga ijozat. Malikam, Ömer ustozning ishini hozir tilga olmay turayli. Mansur to'polon ko'tadi. Ba'zilar to'polondan foydalanib qasddan chatoq chiqaryotdi. Men to'polonni tinjitib, o'rniga qaytib kelguncha muqomni yig'ib ratlash ishini vaqtincha to'xtatib turing. Alileri. Kechirsizlar. Ömer ustozning o'limi ham muqammiratlash ishining to'polon bilan ne munosabati borligini bilolmayapman. Bu ish sal murakkab. Keyin bir narsa deyishamiz.
Aman Nisa xon. Siz meni do'st bilan dushmanni ayrimidi deb ayblayapsiz qandaq? Bo'ldi. Bu qitimqi to'polog'ni qandaq tinchitishda ko'nglimda son bor. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Adolat iniganam o'rniga kelib sizga hamroh bo'ladi. O'zingizni ko'proq asrang. Ömer ustozning ishini hozircha tilga olmay turaylik. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Allahu akbar. Mübarek olsun. Bu hepimiz onda vakit geldi. Allah'ım oğlu. Amirler çok soğuğan bir oldu. Ayemlerik mübarek olsun Xanish Alilar. Ayemlerik mübarek olsun. Xanish Alilar. Ayemlerik mübarek olsun. Rahmat. Aman saqinib. Shundaymi? Aman saxinim. Bugun ijab kamlab bor. Shuni deyman. Balkim o Muqam bayramini o'tkazishni kutib olsag'anda. Rostila. Mijazlar o'zgarib qolyapti. O'rin tutib yetib qolganlardan xon olilar xabar topsa, qattiq ansirab ketadi. Xon olilari o'zimda qaytib keladi.
Yo'ldasham hamra manga dardimga darmon bo'lib Əslidim sultanımni urub hasret çekip Muqam üçün ötküzdüm keçilərini uyqusuz nefesi Xan alilərdən keldiğən vaxt olub qaldı. To'xtanglar. Bizni kirgizib o'ting. Biz Malika Amannisoxonni yo'qlab kelgan to'q. Biz kichigimizdilla billa o'ynab cho'ng o'g'an. Bizni kirgizib o'ting. Yo'q. Yodikor xonishning farmoni bor. Har qanday odamning kirishiga qat'iy bo'lmaydi. Meni chaqiryapti. Amannisoxon! Badamxonning ovozi. Chapsan ular boshlab kirsizlar. Qizim, qo'zg'almay yeting. Men chiqib qarab baqay, ya. To'g'ri vaqirashmay, bu yerdan tez ketinglar. Ular Malikamning tuqqanlari, kirgizib o'tinglar. Ular belidagi qorliqni yeshib etsin, ondan kirgizib etaman. Yo'q, o'lib ketgan qarindishimizga qorliq tutsak bo'lmamdi ekan. Shundoq. Belinglardigini yeshitinglar bolalarım. Bo'lmasa, orada kiramaysizlar. Yeğenimge kelinglar. Amannisoxon. 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 Badamxon. Rahmat. Meni yo'qlab kelganinglarga tashakkur. Sizlarni qo'yimni sevindim. Badamxon. Nemishga yig'laysizlar? Rahmat. Nemishga yig'laysizlar? Biz kichkamiz. Dadam tinchlikmi?
muttaham Mahmud tağam kaza taptı. Aman Sahan. Aman Sahan, kızım. Vezir, sizlarning fikrlarini anglab bakmakçıman. Xonish oliylari. Malik xonim kichikdilla dadasiga vafodor cho'ng bo'lgan ekan. Shunga u yo'rtiq berib, dadasining tuproq qo'shini yo'qlab kelsinmikin. Eşan hazretleri, özler nimdeylikin? Hürmetli xanish oliylari, faqirning qarashicha janobi xon oliylari hozir o'rdida yo'q. Uning ustiga bu oddiy ish emas. Shunga yanami obdaroq o'yinlab baqsaq bo'larmikin? Xonish oliylari, hozir Malik xonimning kesili eg'ir. Biz Malik xonimning salomatligini asirishimiz lozim. Şoňa musobat işini dep uni yurtiga yo'lga silish hech qaysimizning haddi emas. Bo'ladi emsa. Qarliq tutib kelgan. Ikki sahroliq. O'rdadan qo'g'lab chiqarilsin. Aman Sahan. Aman Sahan. Badamxon, qaytib ketinglar. Mendan g'am qilmanglar. Ularni o'stib qo'ysizlar. Ularni o'stib qo'ysizlar. Aman Sahan. Aman Sahan. Badamxon, qaytib berib. Dadamning tuproq beshig'i chiqib. Mening o'rnimda xatni Qur'on qilib qo'yinglar. Xatni Qur'on. Ma'qul, aman Sahan, ma'qul. Uxtam. Kızım, men bolla. Dadam!
Kızım, sizlarga men o'qib berayman. Han alileri hazır nerededir? Qaytamla, xo'sh emsa. Dada, siz hazır qayerda? Ömer Ustaz, Muqam. Kızım, boldu oylanmışlar. Muqamlarımı rətlenip bolduğu. Yo'q, tehi rətlenib bo'lmadi. Boldu kızım. Artık xiyal qilmay. Xotirjam demasla. Ana. Kızım. Men hazır Muqamning rətlenib bo'lganligini ko'rdim. Satani əbəslər başdan axırgıcı bir çalay. Kızım, onu çelişler üçün bir keç gündüz ketidi. Hazır ondan demasla. Saqayğandı çalala. Yo'q. Yo'q. Muqam rətlenib bo'ldi. Men anladım.
Bo'ldi sham manga hamroh dardimga bo'lib hamdam ketdi mehribon dadam o dunyoga mendan avval ham dadam uchun o'tkazdim kechalarni uyqusiz muqomni deb hasrat chekdim dardimni yutib nafis bo'ldi qil qayg'urmadi qutqazg'ili parvoning sultonim kelor amin yotgan yerimiz cennet bo'lsin muham sizga mangu yor bo'lg'ay